Bugungi retseptimiz tartletka bo'ladi. 200 gramm margarinimizni yaxshilab mikserlab olamiz. Shu holatga kelganda 3 ta tuxum sarig'ini solib, yana mikserlaymiz. Ozgina tuz qo'shib yuboramiz. Yaxshilab mikserlab, tuz qo'shamiz, aralashtiramiz. Un solamiz. 250 gramm un, yetmasa yana sovurasizlar. Unni ichiga razg'aletdali sovurasizlar. Bitta kichkina qoshiqda tayyor bo'lgan xamirimiz yarim soatga tindirib qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni yong'oq shaklida olamiz. Qoliplarimizga sekin joylashtirib chiqamiz. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Shu retsept asosida qilsanglar qolipdan tez ko'chadi. Ilk urib chiqamiz. 15 minutga morozelkaga qo'yamiz. 15 minut yetadi, 10-15 minut. Olib, listlarimizga taxlaymiz. 180 gradusda tepasini yoqib, qizartirib pishirib olamiz. Ungacha morojniy krem qilamiz. 300 gramm qaymoqga 150 gramm moloko solib, plomber essensiyani solib olamiz. Guluzi tushguncha qilib olamiz. Tartaletkalarimiz tayyor bo'lgan tartaletkalarimizni morojniy kremlarimizni solib chiqamiz. Hamma xohishiga qarab bezatadi. Men mandarin soldim. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska tashlab qo'yinglar.